Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 iyulgacha ayrim fuqarolar bitta muhim ma'lumotnomani tayyorlab qo'ymasa, qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, nafaqaga qo'shib beriladigan pullar yoki ijtimoiy yordamlar vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Bu gap faqat bir guruh odamga emas, ko'p oilalarga, pensionerlarga, nogironligi bor shaxslarga, talabalarning ota-onalariga, kam ta'minlangan oilalarga va turli imtiyoz oluvchilarga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish pulingizni saqlab qoladi. Oldin ko'p joylarda ma'lumotlar qog'oz hujjatlar orqali tekshirilardi. Masalan, fuqaro mahallaga borardi, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma olardi. Keyin ish joyidan daromadi haqida qog'oz olib kelardi. Talaba farzandi bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirardi. Nogironlik yoki tibbiy holat bo'lsa tibbiy hujjat ko'rsatardi. Shundan keyin unga nafaqa, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov yoki imtiyoz hisoblanardi. Hozir esa tizim asta-sekin elektronlashyapti. Davlat idoralari bir-biri bilan ma'lumot almashadi, lekin bu hamma ma'lumot avtomatik va xatosiz tushadi degani emas. Amaliyotda men ko'p ko'rgan holat shuki, odam o'zini hammasi bazada bor deb o'ylaydi, lekin bazada uning farzandi talaba sifatida ko'rinmaydi. Ish haqi noto'g'ri chiqadi. Oila tarkibida eski ro'yxatdan chiqmagan odam turadi yoki nogironlik muddati uzaytirilgani tizimda yangilanmagan bo'ladi. Natijada unga berilayotgan qo'shimcha to'lov to'xtaydi yoki kamayadi. 1 iyul sanasi shuning uchun muhim. Ko'p to'lovlar, imtiyozlar va ijtimoiy yordamlar yarim yillik yoki yillik qayta tekshiruvdan o'tadi. Agar shu sanagacha zarur ma'lumotlar yangilanmasa, mas'ul tashkilot fuqaroda asos tasdiqlanmadi deb hisoblaydi. Bu odam umuman huquqini yo'qotdi degan emas, lekin pul kechikadi, qayta ariza berishga to'g'ri keladi. Ayrim holatda esa o'tgan oylar uchun to'lovni qaytarib olish qiyinlashadi. Endi eng muhim savol: qaysi to'rtta ma'lumotnoma haqida gap ketmoqda? Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Hududga, to'lov turiga va tashkilot talabiga qarab nomi biroz farq qilishi mumkin, lekin mazmuni odatda mana shu 4 yo'nalishga borib taqaladi. Birinchisi, oila tarkibi yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Bu hujjat nega kerak? Chunki ko'p yordamlar oiladagi odamlar soniga qarab hisoblanadi. Masalan, bir oilada 5 kishi yashaydi, ota-ona va 3 farzand. Oilaning umumiy daromadi 3 million so'm bo'lsa, bir kishiga to'g'ri keladigan daromad 600 ming so'm bo'ladi. Agar ba'zida oila tarkibida faqat 3 kishi ko'rinsa, bir kishiga daromad 20 million so'm deb chiqadi va oila kam ta'minlangan toifaga kirmay qolishi mumkin. Mana shu bitta xato tufayli oilaga berilishi kerak bo'lgan yordam rad etiladi. Yana bir misol, qiz turmushga chiqqan, lekin propiskadan chiqmagan. U amalda boshqa uyda yashaydi. Lekin eski oilasining tarkibida ko'rinib turibdi. Tizim uning turmush o'rtog'i daromadini ham tekshirishga urinishi yoki oila tarkibini noto'g'ri baholashi mumkin. Boshqa tomondan farzand tug'ilgan, lekin ro'yxatga kiritilmagan bo'lsa, oiladagi odamlar soni kam ko'rinadi. Shuning uchun oila tarkibi haqidagi ma'lumotni 1 iyulgacha yangilab qo'yish juda muhim. Ikkinchisi, daromad haqida ma'lumotnoma. Bu ish joyidan oylik maosh, pensiya, stipendiya, aliment, yakka tartibdagi tadbirkorlik daromadi yoki boshqa rasmiy tushumlar bo'yicha bo'lishi mumkin. Ko'p qo'shimcha to'lovlarda asosiy mezon oilaning daromadi hisoblanadi. Agar daromad yuqori deb chiqsa, yordam berilmasligi mumkin. Agar daromad ko'rsatilmasa, hujjat to'liq emas deb qaytarilishi mumkin. Masalan, ayol 2 farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i chet elda, rasmiy pul o'tkazmalari doimiy emas. Ayolning o'zi maktabda farrosh bo'lib ishlaydi va 1 million 500 ming so'm oladi. Agar ish joyidan oxirgi 3 yoki 6 oylik daromad haqida ma'lumotnoma olinmasa, tizim uning holatini to'liq ko'rmaydi. Ba'zan esa aksincha bo'ladi. Odam avval 1 million so'm oylik olgan, keyin ishdan bo'shagan. Lekin eski ma'lumot bazada turadi. U hujjatni yangilamasa, unga daromadingiz yetarli deb rad javobi kelishi mumkin. Uchinchisi, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Bu ayniqsa 15 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandlar bor oilalar uchun muhim. Ayrim to'lovlarda farzand talaba bo'lsa, u qaramog'idagi shaxs sifatida hisobga olinadi yoki oilaning ijtimoiy holatini baholashda inobatga olinadi. Lekin bola 18 yoshga to'lgandan keyin tizim uni avtomatik ravishda voyaga yetgan deb chiqarib yuborishi mumkin. Agar u kollejda, texnikumda yoki universitetda kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa,
o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Masalan, oilada 19 yoshli o'g'il universitetda o'qiydi, kontrakt to'laydi, ishlamaydi. Amalda u hali ota-onasining qaramog'ida. Lekin ma'lumotnoma topshirilmasa, tizim uni mustaqil shaxs deb ko'rib, oiladagi qaramog'dagilar sonini kamaytiradi. Natijada oilaning bir kishiga to'g'ri keladigan daromadi yuqori chiqadi. 300 yoki 500 ming so'mlik qo'shimcha yordam masalasi aynan shu yerda hal bo'lishi mumkin. To'rtinchisi tibbiy holat, nogironlik yoki parvarishga muhtojlik bo'yicha ma'lumot. Bu hujjat nogironligi bor shaxslar, doimiy davolanishga muhtoj bemorlar, parvarish talab qiladigan keksalar yoki alohida ehtiyojli bolalar bor oilalar uchun juda muhim. Chunki ayrim qo'shimcha to'lovlar faqat tibbiy asos bo'lsa beriladi. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa yoki qayta ko'rik natijasi tizimga kiritilmagan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Masalan, ikki guruh nogironligi bor fuqaro har oy pensiyasiga qo'shimcha ustama oladi. Uning nogironlik muddati iyun oyida qayta tasdiqlanishi kerak. U tibbiy ko'rikdan o'tadi, lekin hujjatni o'z vaqtida yangilamaydi yoki tegishli idoraga yetkazmaydi. Iyul oyida tizimda muddati tugagan degan holat chiqadi. Natijada qo'shimcha to'lov berilmaydi. Keyin odam yuguradi, ariza yozadi, hujjat topshiradi, lekin pulning qachon qayta tiklanishi mas'ul idoralarning tekshiruviga bog'liq bo'lib qoladi. Kimlar albatta xavotir olishi kerak. Men bu yerda bir nechta guruhni alohida aytaman. Agar siz kam ta'minlangan oila sifatida nafaqa yoki moddiy yordam olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni tekshiring. Agar sizning oilangizda 18 yoshdan oshgan, lekin o'qiyotgan farzand bo'lsa, o'qish ma'lumotnomasini oling. Agar siz pensiya, nogironlik to'lovi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki parvarish puli olayotgan bo'lsangiz, asoslovchi hujjat muddati tugamaganini tekshiring. Agar siz uy-joy, kommunal to'lov, ijara, bolalar puli yoki boshqa kompensatsiya turidan foydalansangiz, oila tarkibi va daromad bo'yicha ma'lumotlar aniq bo'lishi shart. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar siz hech qanday nafaqa, imtiyoz, kompensatsiya, ustama yoki qo'shimcha to'lov olmayotgan bo'lsangiz, bu masala sizga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Agar barcha ma'lumotlaringiz elektron tizimda to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, hujjatlar muddati tugamagan bo'lsa, oilangiz tarkibida o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki hatto ko'pincha odam kutmagan joydan chiqadi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala shuki, ma'lumotnoma olishning o'zi yetarli emas. U to'g'ri joyga topshirilishi, ro'yxatdan o'tkazilishi va qabul qilingani tasdiqlanishi kerak. Men odamlarga doim aytaman, hujjatni topshirdim deb og'zaki ishonib ketmang. Arizangiz raqami qabul qilingan sana yoki elektron tasdiq bo'lsin. Chunki keyin siz topshirmagansiz degan holat chiqsa, qo'lingizda dalil bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik masala muddati o'tgan ma'lumotnoma ko'pincha qabul qilinmaydi. Masalan, daromad haqida ma'lumotnoma eski oylar uchun olingan bo'lsa, u hozirgi holatni ko'rsatmaydi. O'qish joyidan olingan ma'lumotnoma ham o'quv yili yoki semestr bo'yicha yangilanishi mumkin. Tibbiy ma'lumotlarda esa muddat yanada muhim. Nogironlik muddati 1 oy oldin tugagan bo'lsa, siz amalda kasal bo'lishingiz mumkin, lekin hujjat bo'yicha asos yo'q deb ko'riladi. Uchinchi nozik masala norasmiy daromadlar masalasi. Ko'pchilik men rasmiy ishlamayman, demak daromadim yo'q deb o'ylaydi. Lekin ayrim tekshiruvlarda bank tushumlari, tadbirkorlik faoliyati, ijara daromadi, transport vositasi, yer uchastkasi yoki boshqa mulklar ham inobatga olinishi mumkin. Shuning uchun ariza berayotganda ma'lumotni yashirish xavfli. Agar keyin aniqlansa, nafaqat to'lov to'xtaydi, balki ortiqcha olingan summa qaytarilishi ham talab qilinishi mumkin. To'rtinchi nozik masala, bir uyda yashash va bir ro'yxatda turish har doim ham bir xil baholanmaydi. Masalan, aka-uka bitta hovlida yashaydi, lekin alohida ro'zg'or qiladi. Yoki aksincha, xotin boshqa joyda yashaydi, lekin propiska ota-onanikida turadi. Bunday holatlarda mahalla, ijtimoiy xodim yoki mas'ul idora real yashash holatini aniqlashtirishi mumkin. Shu sababli oila tarkibi bo'yicha tushuntirish xati talab qilinishi ham ehtimoldan xoli emas. 5-chi nozik masala talabaning ta'lim shakli, hamma o'qish ham bir xil hisoblanmaydi. Kunduzgi ta'lim, sirtqi ta'lim, kechki ta'lim yoki masofaviy ta'lim turlicha baholanishi mumkin. Ayrim to'lovlarda faqat kunduzgi o'qishdagi farzand qaramog'idagi shaxs sifatida olinadi.
Shuning uchun ma'lumotnomada o'quv yurti nomi, ta'lim shakli, kursi va o'qish muddati aniq yozilgan bo'lishi kerak. 6-nozik masala, familiya, ism, pasport va JSH'dagi xatolar. Bir harf noto'g'ri yozilsa ham tizim ma'lumotni bog'lay olmaydi. Masalan, pasportda Gulnora yozilgan. O'qish ma'lumotnomasida Gulnora yozilgan yoki tug'ilgan sana bir joyda o'chmay, boshqa joyda ermishmay bo'lib qolgan. Bunday mayda ko'ringan xatolar katta muammo tug'diradi. Hujjatni olganingizda darrov tekshiring. Keyin navbat kutib qayta yurishga majbur bo'lmaysiz. Endi nima qilish kerakligini aniq bosqichlarda aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan barcha to'lovlarni yozib chiqing. Pensiya bormi? Nogironlik to'lovi bormi? Bolalar puli bormi? Moddiy yordam bormi? Kommunal kompensatsiya bormi? Stipendiya yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi bormi? Har bir to'lovning asosi nimaga bog'liq ekanini aniqlang. Oila tarkibigami? Daromadgami? O'qishgami? Tibbiy holatgami? Ikkinchi qadam, mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Hozir ko'p xizmatlarni Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, Davlat xizmatlari markazi yoki mas'ul tashkilotning elektron tizimi orqali ham olish mumkin. Lekin agar sizda internetdan foydalanish qiyin bo'lsa, eng to'g'ri yo'l mahalladagi mas'ul xodimdan ro'yxatni yozdirib olishdir. Menga belgil iyulgacha qaysi ma'lumotnomalar kerak, qaysi to'lovim qayta tekshiruvdan o'tadi deb aniq so'rang. 3-qadam, oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Kim ro'yxatda turibdi, kim amalda yashamaydi? Yangi tug'ilgan bola kiritilganmi? Turmushga chiqqan yoki ko'chib ketgan shaxs ro'yxatdan chiqqanmi? Agar xato bo'lsa, uni faqat gap bilan emas, hujjat bilan tuzating. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati. Propiska ma'lumoti yoki yashash joyi bo'yicha tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, daromad hujjatlarini yig'ing. Ishlaydiganlar ish joyidan oxirgi oylar uchun maosh haqida ma'lumotnoma olsin. Tadbirkorlar soliq hisobotlari yoki daromad bo'yicha tegishli ma'lumotni tayyorlasin. Aliment oladiganlar aliment tushumini ko'rsatsin. Ishsiz bo'lsangiz, bandlik organida ro'yxatda turishingiz yoki ish joyingiz yo'qligini tasdiqlovchi holat talab qilinishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa real holat hujjatda ko'rinsin. 5-qadam, talaba farzand bo'lsa, o'qish joyidan yangi ma'lumotnoma oling. Ma'lumotnomada farzandingizning FIOsi, tug'ilgan sanasi, JSHSH yoki pasport ma'lumoti, fakulteti, kursi, ta'lim shakli va haqiqatan o'qiyotgani ko'rsatilgan bo'lsin. Agar farzand akademik ta'tilda bo'lsa, o'qishdan chetlashtirilgan bo'lsa yoki sirtqi bo'limga o'tgan bo'lsa, buni yashirmang. Chunki keyin ba'zidan chiqib qolsa, to'lovni qaytarish masalasi paydo bo'lishi mumkin. 6-qadam, tibbiy va nogironlik hujjatlarini oldindan tekshiring. Muddati qachon tugaydi? Qayta ko'rik sanasi qachon? Komissiyadan o'tish kerakmi? Agar parvarishga muhtojlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsangiz, parvarish qiluvchi shaxs ma'lumotlari to'g'rimi? Bemorning holati bo'yicha so'nggi xulosa bormi? Bularni oxirgi haftaga qoldirmang, chunki tibbiy komissiya navbat tekshiruv va xulosa olish vaqt oladi. 7-qadam, hamma hujjatni nusxalab qo'ying. Elektron ko'rinishda telefoningizda saqlang, qog'oz nusxasini alohida papkaga joylang. Hujjat topshirganingizda qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, ariza raqami yoki SMS xabarini saqlab qo'ying. Agar keyin to'lov to'xtab qolsa, siz men vaqtida topshirganman deb isbotlay olasiz. 8-qadam, iyulni kutmang. Men eng ko'p ko'radigan xato shu: odamlar oxirgi kun boradi. Oxirgi kun navbat ko'p bo'ladi. Tizim ishlamay qolishi mumkin. Bir hujjat yetishmay qoladi. Mas'ul xodim ertaga keling dedi. Ertasi esa muddat o'tgan bo'ladi. Shuning uchun hozirdan harakat qiling. Bugun ro'yxatni aniqlang, ertaga birinchi hujjatni oling. Keyingi kun ikkinchisini tayyorlang. Bir haftada hammasini tugatish mumkin agar tartib bilan yondashsangiz. Yana bir muhim maslahat. Agar sizga rad javobi berilsa, jim ketmang. Rad etish sababi yozma yoki elektron ko'rinishda bo'lishi kerak. Daromad oshib ketgan, hujjat yetishmaydi. Ma'lumot tasdiqlanmadi, muddati o'tgan kabi sabablar aniq ko'rsatiladi. Sababni bilsangiz, tuzatish yo'lini topasiz. Agar xato idora yoki tizim tomonidan bo'lsa, qayta ko'rib chiqish uchun ariza yozish mumkin. Demak, 1 iyulgacha eng ko'p e'tibor beriladigan 4 yo'nalish: oila tarkibi, daromad, o'qish joyi va tibbiy yoki nogironlik holati bo'yicha ma'lumotlar. Bu hujjatlar sizning qo'shimcha to'lov olish huquqingizni tasdiqlaydi. Agar ular eski, noto'g'ri yoki umuman topshirilmagan bo'lsa,
pulingiz kechikishi yoki to'xtab qolishi mumkin. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring. Mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limidan o'zingizga tegishli ro'yxatni aniqlang. Muddatlarni yozib oling va iyulni kutib o'tirmang. Bitta ma'lumotnoma vaqtida olinmagani uchun bir necha oy qo'shimcha to'lovdan ayrilib qolish juda achinarli holat. Sizda shunday vaziyat bo'lganmi? Hujjat yetishmagan uchun to'lovingiz kechikkanmi yoki rad javobi olganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham pulingiz, huquqingiz va imtiyozlaringizga ta'sir qiladigan eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman.